Brigada seriali qanday suratga olinganini bilasizmi? 2002-yilda ekranlarga chiqqan 15 qismli Brigada serialining suratga olish ishlari 2000-yil sentyabrda boshlanib, qariyb 1 yil davom etgan. Asosiy suratga olish ishlari Moskvada bo'lib, ijodkorlar 90-yillar muhitini yaratish uchun 350 dan ortiq lokatsiyadan foydalangan. Hatto Moskvaning haqiqiy ko'chalari, binolari va mashhur joylarida ham sahnalar suratga olingan. Ammo eng qiziq jarayon kamera yoqilishidan oldin boshlangan. Rejissor Aleksey Sidorov bosh qahramonlarni ijro etuvchi aktyorlarni birga vaqt o'tkazishga yuborgan. Maqsad ular ekranda shunchaki hamkasb emas, haqiqiy do'stlardek ko'rinishi kerak edi. Hammamizga ma'lum, Sasha Beli rolini Sergey Bezrukov ijro etgan. Qizig'i, dastlab rejissor uni bu rolga mos kelishiga shubha qilgan. Ammo sinov suratga olish ishlaridan keyin Bezrukov obrazni o'ziga xos tarzda ochib bera olishini isbotlagan. Bundan tashqari, o'zbekistonlik aktyor Farhod Mahmudov ham serialda rol ijro etganini hammamiz bilamiz. Serialda avtomobil portlashi kabi murakkab sahnalar ham bor edi. Bunday epizodlar uchun aktyorlardan tashqari kaskadyorlar, pirotexniklar, operator va butun suratga olish guruhi bir vaqtning o'zida aniq ishlash kerak bo'lgan. Natijada ekranda bir necha soniya ko'rinadigan sahnalar ortida soatlar, ba'zan kunlab tayyorgarliklar bo'lgan. Xo'sh, siz Brigada serialini ko'rganmisiz? Kommentariyada yozib qoldiring va videoga bitta like bosishni unutmang.